Samarqand shahri vokzalga ketaverishda, ya'ni Rudaki ko'chasida 5 xonalik dom sotuvga qo'yilaysizlar. Bu safargi obzorimiz shu haqida bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Bu yerni manzili haqida yana ham to'liqroq ma'lumot berib ketadigan bo'lsak, bu yer Uzgazoil zapravkasining orqa tomonida 9 qavatlik domning 8-qavatida joylashgan. Uy ichiga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda kladovka, chap tomonimizda esa sanuzel. Aytgancha aytib o'tib ketishimiz kerak, bu uyda 4 ta sanuzel joylashgan. Ana endi esa sizlar bilan birinchi xonani ko'rib o'tamiz. Qani ketdik. Mehmonxonamiz o'ziga xos ta'mir qilib qo'yilgan bo'lib, bu yerdagi to'shanchalar, shkaflar o'z joyida qoldirib ketiladi. Mehmonxonamizda hovliga qaragan deraza bor. Ikkinchi ko'radigan joyimiz esa bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasi ham o'ziga xos ta'mir qilib qo'yilgan. Bu yerdagi divanlar, shkaflar, to'shanchalar barchasi o'z joyida qoldirib ketiladi. Navbatdagi ko'radigan joyimiz esa 3-xona. 3-xonada ham ko'rib turgan barcha narsalaringiz o'z joyida qoldirib ketiladi. Bu yer uy egalari xohlaganda foydalanishlari uchun bo'sh qoldirilgan. Navbatdagi ko'radigan joylarimiz esa sanuzel. Sanuzellar ham juda ham chiroyli ta'mir qilib qo'yilgan. Bu yer ikkinchi sanuzel. Va navbatdagi ko'radigan joyimiz ham sanuzel. Keyingi ko'radigan joyimiz esa ota-onalar yotoqxonasi. Ota-onalar yotoqxonasida barcha so'nggi rusumdagi mebel, texnikalar, jihozlar qo'yilgan, barcha shart-sharoitlar taxlab qo'yilgan. Uydagi 4-sanuzel aynan ota-onalar yotoqxonasida joylashgan. Uyda navbatdagi ko'radigan xonamiz 5-xona bo'lib, bu yer ko'rib turganingizdek o'ziga xos ta'mir qilib qo'yilgan yumshoq mebellar bilan, kitob javonlar bilan jihozlanib qo'yilgan va bu yerdan oshxonaga o'tadigan eshik bor. Oshxonamiz ham to'liq ta'mirdan chiqqan, juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Oshxonada esa tashqariga qaragan balkonlarimiz bor. $93 kvadratdan iborat bo'lgan 5 xonalik uyimizning narxini har bir kvadrat metr uchun $1000 dan deyishyapti egalar. E'tibor beradigan jihati narxidan kelishtirib beradigan joyi bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlaringizga bemalol murojaat qilib, o'zlaringizga ma'qul narxda savdolashlaringiz mumkinsizlar. Bu videoni maksimal barcha Samarqand shahridan dom sotib olaman degan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Shohjahon Aslanov bo'ldi.